Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Qirg'izistonda ish olib borayotgan Hadiya xayriya jamg'armasi tashabbusi bilan Hindistonning Max klinikasidan malakali shifokorlar yurtimizga tashrif buyurmoqda. Doktor Rajesh De, hepatolog, gastroenterolog, doktor Hrishkesh Chakraborti, neyroxirurg, doktor Agraval Lukoch, ortoped, xirurg. Qabul kunlari 14-15 avgust O'sh shahrida Uligov ko'chasi 2-uyda joylashgan Andromed klinikasida bo'ladi. Mo'ljal yangi avtovokzal. 16 avgust kuni Jalolobod shahri Ismanov ko'chasi A1 uyida joylashgan Medline kardio klinikasida bo'ladi. 17 avgust kuni esa Bishkek shahri Timiryazov ko'chasi 78-uyda joylashgan Salimbekov universitetining klinikasida bo'ladi. Qabul soatlari soat 10:00 dan 17:00 gacha. Ma'lumot uchun telefonlarimiz 0755 44 18 44, 0508 94 70 70. Bu imkoniyatlarning barchasi siz azizlarni shifo topib, hayotga baxtiyor nazar bilan boqishingizga qaratilgan.